Matlamunachalarimiz avtoshopqa yana bir Gentra mashinamizni yapıldık dostlar. 2021-yilda ishlab chiqarilgan kuzovi 2022 avtomat korobka. Kres 100% radnoy. Tomchi kres yo'q. Yine toza yumshoq baliqlar qo'yilgan. Mashinaning eshiklari 4 eshikli shunga qo'yilgan. Mana tashlaygan qirchiq yo'q. Ana shu kichkinagina bu yo'lning shu o'rnidagina cho'p bilan tegizilgan yeri bor. Yuklari var. Salon holatları dostlar. Monitor qo'yilgan. Dijital pultlari var. Pravigina gezek. 30.200 km yurtdik dostlar. Liboyeri tekshirib oladi. Video registratorlarning zo'rlaridan qo'yilgan. Metana dostlar, pakelene metanan var mana. Mashina. Taint, shumka bunka hamma o'zi bor ideal asosida. Avtomat yoribga tashi, pakoylar ham jinolar ekan. Bakoykalar ham bor. Glyansovoy stoykalar. Mashinamizning bahasini aytib olmasak do'stlar, 162 million so'm. 162 million so'm, 30 million hamma o'zi bilan. Naqd pul bo'lsa 160 millionga beramiz do'stlar. Jem mashinlarimiz bo'lsa barter ham ishlaymiz. 50% elinden to'lov qilsangizlar, o'zingizdan kelishsangizlar ham bo'laveradi dogovor. Через bank olat olmasa do'stlar, chazon bilan chiqishini ekranda yozib qoldiraman. Mana shu avtoshop gullarida turadi. Bu vaqt kelib ko'rib, sog'lashib yapib ko'rsangiz bo'ladi do'stlar.